Assalomu alaykum aziz do'stlarim, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birgalikda tanishuv mavzusida kichik bir mashg'ulot o'tkazamiz. Bu mashg'ulot yordamida sizlar tanishuv so'zlarini o'rganib, do'stlar orttirishingiz mumkin bo'ladi. Albatta bu so'zlarni yodlab, daftaringizga qayd qilib olishingizni so'rab qolaman. Merhaba, benim adım Elif. Senin adın ne? Merhaba, benim adım Emre. Memnun oldum. Nerelisin? Hayırlıksan? Özbekistanlıyım. Sen nerelisin? Özbekistanlıkman. Sençi? Ne iş yapıyorsun? Nima iş qilasan? Türkçe öğreniyorum. Türk tilini o'rganyapman. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bugungi mavzuni mustahkamlash bo'yicha quyidagi mini testimiz bilan tanishamiz. Qarshingizdagi inson memnun oldum deb aytsa, siz a javobdagi ben de memnun oldum deb aytishingiz kerak bo'ladi. Endi sizning navbatingiz. Merhaba, benim adım. Nerelisin? Ne iş yapıyorsun? Kabi savollarga javobni kommentariyada yozib qoldiring. Umumiy tanishuv so'zlari. Merhaba, salom, benim adım, mening ismim. Senin adın ne? Sening isming nima? Nerelisin? Qayerliksan? Ben O'zbekistonliyim. Men O'zbekistonlikman. Memnun oldum. Tanishganimdan xursandman. Ben de memnun oldum. Men ham xursandman. Ne iş yapıyorsun? Nima ish qilasan? Türkçe öğreniyorum. Men Türk tilini o'rganyapman. Kaç yaşındasın? Necha yoshdasiz? Doğum günün ne zaman? Tug'ilgan kuning qachon? Görüşmek üzere. Ko'rishguncha. Video foydali bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'ling.